Aziz do'stlar, sovuqlar ham tushib qoldi. Uyingizni fasad qismini hali ham remont qilmadingizmi? Xavotirga o'rin yo'q. Sovuqdan, issiqdan qo'rqmaydigan haqiqiy jiddiy maoshi traditsion bo'ladi. So'z isboti bilan deganlaridek, aziz obunachilar, bitta sizlarga yuvib ko'rsatamiz. Bu haqiqiy jiddiy maoshi traditsion. Bemalol aziz obunachilar, kir bo'lib qolsa, bolachalar kir qilib qolsa, yuvib tashlasangiz bo'ladi. Qaranglar, voy turibdi. Endi mana bitta suvda yuvaman, ketishiga bitta baho beringlar aziz obunachilar. Bu devorimiz haqiqiy jiddiy maoshi traditsion bo'ladi. Hozirda sovuqlar tushyapti-ku, sovuq tushsa ham bexavotir usta akamizni chaqiringlar. 12 ta viloyat bo'yicha mana shu xizmatlarni yoritib beradi. Endi sizlarga polni bitta obyekt ko'rsatamiz. Narxi ham juda ham zo'r narxga bitgan ekan. Aziz do'stlar, yaltirashlarga bitta baho berib qo'yinglar. Kak oynaday yaltirayapti bu obyektimiz. Juda ham chiroyli holatda bitkazib beribdilar bu obyektimizni. Narxi ham juda ham zo'r narxga bitgan. Kattaligini ko'rishlaringiz mumkin. 200 kvadrat degan 1 kvadrat metrini $10 urib berganlar. Usta haqqi, mahsulot, hamma narsasi ichida. Общий summasi necha pulga bitgan deysizlarmi? $2000 bitgan. Usta haqqi, mahsulot, hamma narsasi ichida ekan. Juda ham zo'r narxga bitgan va buning ichiga mana shu chiroyli patchalargacha kiradi. Naqd 10 yildan 15 yilgacha garantiya beramiz deyaptilar. Arkalar tushirib qaranglar, arkalarda ichini ham mana shu chiroyli fasonlarda bitkazib berganlar. Bemalol aloqaga chiqinglar, 12 ta viloyat bo'yicha xizmatlar bor. Narxlarga kelsak, $8 dan boshlanib $12 gacha bu $10 fason bitta remontimizga baho berib qo'yasizlar.